WhatsApp, Neger, Valorant, mesela Herabrand. Challenge kelibdi va Telegramda ham kelibdi. Negadir bu YouTube'ga emas, YouTube'ga bitta, Telegramda esa bitta. Mas 3 ta. Yo Telegramda shu 100 blokdan nechtadir blokdan sakrab tirik qolishim kerak mana bu buyumlar bilan. Birinchi buyumimiz bu yotoq. Hazillashdim, bu bo'lishi kerak. Oldin tashabbuskorlarga ko'ra bugungi kunda respublikada 10 xususiy bandlik agentligi bor. Ulardan 26tasi Toshkent shahrida joylashgan. Foto va video kameralar aslida Yo bola ikkita blok qo'yasiz. avariyalar sonini qisqartirish uchun o'rnatiladi. Ammo kamera va radarlarning haddan tashqari ko'pligi ularning vaqtida noto'g'ri joylashtirilgani ayrim holatlarda esa noaniq va adolatsiz jarimalarning Bola biz ortga qaytishga bitta joyga solishimiz kerak. Mana shuni oldidan yo bola yana bitta challenge o'zimdan qo'shib qo'ygan. Mana ortga qaytishimiz uchun yur. Yo bu water dropda albatta. Yo water drop. Yetto water drop bo'lmadi. Yo bu nima ketyapti? Water drop qilolmayapti. Water drop yog'i bad wars. Endi biz bad wars qilamiz. masalaga to'xtalib, yo'llardagi kameralar faqat jarima yozish uchun ishlayotganini tanqid qildi. Aholi yana bir e'tirozi yo'llardagi kameralar dislokatsiyasidan. Ular faqat qonunbuzarlikni qayd etib, jarima yozish uchun ishlayapti. Bu kameralar aslida transport oqimini boshqarish, tirbandlik va avariyalarni kamaytirishga xizmat qilishi kerak emasmi? Hokimlar bilan birga chorraha, polasa va yo'l belgilarini to'g'rilash, svetoforlarni aqlli boshqaruvga o'tkazish bo'yicha nima ish? Bolalar nimaga biz bad wars bo'yicha omad kelmas? Shavkat Umurzoqov shaharda transport harakatini sun'iy intellekt asosida Billa biz bu challenge deb bajarishga majbur biz chunki bolalar nima bu endi bu yerda 17-iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bolalar bu lavali challenge bilan ushbu kodeksga ma'muriy ogohlantirish jazo chorasi kiritilmoqda. Ya'ni kamar taqmasdan transport vositasini boshqarish, texnik ko'rikdan o'tkazmaganlik, tegishli jihozlar bilan jihozlanganlik holati, boshqarish paytida telefondan foydalanganlik, boshqarish vaqtida monitordan foydalanganlik, to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzganlik, majburiy sug'urta qilish talablarini buzganlik, piyodalar va yo'l harakatining boshqarish bolalar biz pastroqdan qilishga majbur biz endi nimaga ma'muriy ogohlantirish nazarda tutilmoqda. Ya'ni ushbu qoidabuzarliklarni yo to'xi biz qo'yib birdan flashgacha bildirga shuningdek ma'muriy jarimalar qo'llash aniq muddat ham belgilanmoqda. yo bola bu omad bu endi tepadan qilamiz bir yo bola birdan qo'yib uxlashgacha yurdagi omad bu yo bola biza hali lavali voy dape endi men sheda spam qilaman kamera va radarlar orqali qayd etilishi ham aniq belgilanmoqda. Ular orasida xavfsizlik kamarini taqmaslik, davlat raqamini yechib olib boshqarish, tegishli bo'lmagan raqamni taqib olish, transport vositalarining trotuarlardan, velosiped yo'laklari va yashil maydonlardan yurishi kabilar bor. Shuningdek, boshqarish vaqtida telefondan foydalanish, tezlikni oshirish, svetoforning taqiqlovchi signaliga rioya qilmaslik, to'xtash signaline bosib o'tish, maxsus transport vositalariga xalal berish, avariya holatini keltirib chiqarish, yo'lning qarama-qarshi yo'nalishga chiqish kabilar ham kamera va radarlar orqali aniqlanadi. Shuningdek, endilikda palasini bosish kamera orqali qayd etilmaydi. Toshkent shahrida Frankfurt kitob yarmarkasi tashkilotchilari bilan hamkorlikda noshirlik bilan shug'ullanuvchi xodimlar va nashriyot rahbarlari uchun 2 kunlik o'quv seminari o'tkazildi. Unda xorijlik mutaxassislar yo bola bu yotoq bilan ish bitmaykan chunki yotoq umuman bo'lmaykan omad kelma yotoq bilan imkoniyatlari va ta'siri bo'yicha taqdimot orqali ma'lumot ulashdi. Shuningdek, xalqaro kitob yarmarkalarida nashrlarni taqdim etish bo'yicha tajriba almashdi. Ta'kidlanishicha, Yevropada nashrlik faoliyatini rivojlantirishda adabiy agentlar faoliyat yuritadi. Ular muallif, nashriyot va kitobxon yo bola yana bitta challenge bor bizdan chiqib ketmas
bilmasdan bajara olaylik. To'n qilishimiz kerak ishimizni. Telegramdan kelgan albatta bu hozir bizga. Challenge juda oson, shunchaki biz tepadan sakrab yotoq bozib uxlashimiz kerak. Bu O'zbekiston uchun yangi biznes. Umuman yoshlarga ham shu tavsiya qilaman. Agentlik biznesini tashkil qilish nashriyot sohasida. Seminar davomida So'ri interaktiv nashri Yo bola biza yotdi. Yo bola o'sha challenge emas. O'zi bitta challenge bilan shaxta uxlashib ulgurdik. kelishamiz. O'z kitob chiqaramiz va sakov beramiz, kelishuv bo'ladi. Buni orqasida juda ko'p bugungi zamonda Yo bola bitta challenge'imiz qoldi. Bitta challenge bu YouTube'dan kelgan edi. Shu ong oxirgi challenge. Yo bola o'zim qo'shgan challenge esimdan chiqib ketyapti o'zi. lekin buni подписка olib mualliflik urishi qancha bo'ladi, agentlik urishi qancha bo'ladi, boshqa urishi qancha bo'ladi. Qanchalik O'zimni bu YouTube'dan kelgan challenge. Yo bola mana shu ham bitimini sakrab olib ma'lumot to'lasak biz soliq to'laymiz. Agar u davlat bizni o'rtasida o'zaro shartnoma tuzsak, men sakragan paytim mana bu olishim kerak edi. mana shu bizlar o'sha professional shaklda sportlarda mana shu har bitta shartlar bo'yicha, har bitta vaziyat bo'yicha nashriyot xodimlarining aytishicha, ularni qiynayotgan masalalardan biri kitob savdosi bilan bog'liq. Yana bir muammo esa xalqaro maydonga chiqish masalasi. Bugun eng katta o'sishimiz kutayotgan bu xalqaro Cho'chqa kim bo'ldi o'zi? bugun o'zbek adiblarimiz dunyoga chiqishimiz kerak. Bugun faqat o'zimizga kichikgina O'zbekiston Yo bola buni boqishimiz esimdan chiqib qolibdi hozir. Shunga to'xtab yuboray. afsuski hali tom, ya'ni o'qish hajmi, xalqimizga o'qish hajmi biz istagan darajada emas. Avvalo bu bo'yicha ishlayapmiz, rivojlanamiz, lekin buni rivojlantirish yo'li demak kontent yaratishlik, ya'ni shu Biz surdik butun. ijodkorlarga juda katta Yo bola bu bizga o'zi neto. Biz adishimizda bu cho'chqa bilan o'ynash emas edi. nashrlarni bu ma'noda hali imkoni cheklangan. Seminarda xorijlik mutaxassislar Frankfurt kitob yarmarkasining tarixi va yutuqlari Yo bola tepadan sakragan bilan qo'ydi bilmagan uchun shu usulni tanlang. 2025-yil holatiga ko'ra respublikamizda 600 mingta nashriyot Ne omad kelmayapti, men mana shu kerak edi shu paytga kel. Samarqand tumani Ichki ishlar boshqarmasi qidiruv xizmati xodimlari qoramol o'g'rilarini qo'lga olishdi. 25-aprel kuni fuqaro Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining 102 operatoriga qo'ng'iroq qilib, Samarqand tumani Yangi Ariq mahallasidagi dala maydonidan bosh qoramolni noma'lum shaxs o'g'irlab ketganini aytgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida qoramollar qo'lma-qo'l sotilib ketilganligi aniqlanib, o'g'rilar ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand tumani Ichki ishlar huzuridagi tergov bo'limi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Samarqand tumani 10-sonli huquq-tartibot maskanida biriktirilgan mahallalarda o'g'rilikning oldini olish maqsadida chorvamonlarga GPS moslamalari o'rnatilib, ularni tuni kun kuzatuvi nazorat ostida olingan. O'sha yana kelgusida bunday o'g'riliklarni oldini olish maqsadida mahallalarda, ovloq joylarda o'sha qoramollar qarovsiz qoldirilayotgan joylarda video kuzatuv kameralari o'rnatilib, kuzatib olib bormoqdamiz. Shu qoramollar egalari, fermer xo'jaliklari bilan hamkorlikda ishlar tashkillashtirib, tungi xizmat vaqtida ular bilan hamkorlikda xizmat tashkil etildi. Kambag'al oilalar reyestridagi oilalarning maktabda o'qiyotgan farzandlari qo'shimcha ta'limga jalb qilinadi. Bunda o'qitish xarajatlarining 80% davlat byudjetidan qoplab beriladi. O'quvchilar to'garaklarga ixtiyoriylik asosida jalb etiladi. Ota-onalari hamda ta'lim tashkilotlari o'rtasida Yo bola bu challenge'imizni biz hech qachon bajara olmaymiz. 7-11 yoshdagi o'quvchi uchun davlat byudjetidan oylik to'lov bazaviy hisoblash miqdorining 1/4 Odam kulyapti bola. Charchab ketdi. o'quvchilar uchun esa xorijiy til yo'nalishlardagi to'garaklarga bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha bo'lgan to'lov qoplab beriladi. Yo bola bu challenge hech qachon tugamaydi menimcha. qatnashadigan 15-18 yoshdagi o'quvchilar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravaridan oshmaydigan qo'shimcha ta'lim to'lovi davlat byudjetidan qoplab
oyida Dubayda o'zbekistonliklar ishtirokida ommaviy mushtlashuv bo'lgandi. Yo'q, nihoyat yassim, lekin yerga tushgandan keyinroq bo'lish uchun yana urinay. Komada yotgan o'zbekistonlik halok bo'ldi. Ishga aloqador 11 kishi, jumladan asosiy gumondorlar qo'lga olingan. Dubay jamoatchilik prokuraturasi mazkur hodisani tekshirmoqda. Holat jabrlanuvchilar mashina shinalarini tushirish uchun shaharchaga kelganlarida yuz bergan. Bunga o'zaro kelishmovchiliklar sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ya bola biza buni taxlab qo'yichi nima bilakan? Shinalarni tekshirayotgan vaqtida bir guruh erkaklar hujumiga uchragan. Tezkor tergov ishlaridan so'ng politsiya 11 nafar ishtirokchini hujumlardan asosiy gumonlanuvchilarni qo'lga olgan. Hibsga olinganlar so'roq paytida mojaroga aloqador ekanligini tan olgan. Mazkur holat bo'yicha ish prokuraturaga oshirilgan. Dubay politsiya jamoatchilikni tinchlantirib, bunday zo'ravonlik holatlari juda ko'p uchrashi va Amirlik hanuz dunyodagi eng xavfsiz shaharlar qatorida ekanini ma'lum qildi. O'tamiz O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakatimiz fuqarolari ishtirokida qonunbuzarlik holatlarini ko'payishi ikki davlat o'rtasidagi vizasiz rejimga ta'sir qilishi ehtimolidan ogohlantirgan. O'zbekistonda 18-iyul kuni jazirama issiq bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Shamol sharqdan so'ng 3-8 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 24-26 daraja, kunduzi 39-41 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida kunduzi harorat 32-37, Buxoro va Navoiy viloyatlarida 39-44, Toshkentda, Daryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida 37-40, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 39-44, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida esa 37-42 daraja bo'ladi. Ushbu hafta boshidan O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo kunlari kirib kelishi kuchaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi haftaning ish kunlari respublikada kutilayotgan jaziramaning aholi salomatligiga ta'sirini kamaytirishda o'z tavsiyalarini berdi. Prognozlarga ko'ra hafta oxirida harorat Yo bola, video hech qachon tugamaydi. Ana bola, shu challenge sababli biza videomiz tugamaydigan bo'ldi. Yo bola, bitta challenge sababli shuncha muammo paydo bo'ldi. Yo bola, bu challenge biza bajarmay keta olmaymiz. Sportchilar to'rt asosiy bosqichda ishtirok etdilar. Har biri o'ziga xos balandlik va qiyinchiliklarga ega. Shu muammomi deyapsizmi? Men ish qildim. 391 metrlik balandlikda ilk bor joriy etilgan 5 kilometr masofa 202 metrlik ko'tarilish bilan avval 2 kilometr yugurganlar uchun bu ideal bosqich bo'ldi. Aytishadi sport kuch, yalpayib yotish esa halokat. Sport sog'liq uchun juda foydali. Yo bola, bu challenge tugamaydi. Charchab ketdim. Yo, mindim, nihoyat, yo bola, challenge tugashi, yaramas challenge. Mindim hozirgina, nihoyat. Yo bola, o'z ko'rdingmi, men oldim, nihoyat. Men sizlar bilan xayrli bo'ldim. Hammaga isti. Hammaga xayrli. Oliver obuna bo'l, siz bo'lsangiz obuna bo'ling. Baby.